hech kimga o'zim mavzu taklif qilmaganman. O'zi men shu kungacha hech kimga o'zim mavzu taklif qilmaganman. Boshladik-a adashmasam? Ha. Birinchi marta, chunki tillansa men kuzatayotgan narsa bu ma'lum bir guruh insonlarning o'zi tanlagan yo'nalishdagi harakatlar. Nima uchun men o'zim taklif qildim? O'zi aslida feminizm mavzusi menga juda ham noqulay mavzu. Politologik nuqtai nazardan men kuzatayotgan narsa aynan siz masalan mana shu podkastlar Sarvinoz, boshqa yana shoira qizlar bor, yozuvchi qizlar bor. Bularning faoliyatida sifat bor. Ularning faoliyatida sifat bor. Qanday belgilanadi bu? Birinchi navbatda mediada chiqa olish imkoniyati doimiy, ya'ni ma'lum bir ma'noda uzluksiz va shu bilan birga o'zi tanlagan yo'nalish bo'yicha risk qila olishi. Va eng muhimi kitob bilan bog'langan. Ana bu uzoqni ko'zlagan faoliyat hisoblanadi. Shuning uchun men o'yladimki, mana qanchalik noqulay bo'lmasin, o'sha tadbirlarga bordik, guruhlaringizga a'zoman. Guruhlaringizga a'zoman. Islom qanday yashab qoladi? Uzr endi balki. Yo'q, islom shuning uchun kurashib keladi. Shuning uchun islomni mana juda ham yaxshi savol berdingiz. Butun dunyoda terror deb qabul qilishi aynan mana shu ekzistensial bugungi kun bilan o'sha tafakkurdagi qarshilikdan kelib chiqadi. Masalan, Tafakkurdagi qarshilikdan kelib chiqadi. Shuning uchun men aytadigan narsam shundan iboratki, ayollar masalasi, женский вопрос, ayollar ishtiroksiz bo'ldimi, demak umid qilmay qo'yinglar, hech narsa o'zgarmaydi. Impunidad para mi asesino. Esta desaparición es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo decía. Mana shu jamoani qo'llab-quvvatlashimiz kerak va bizning ham fikrimizni eshitmay qo'yadigan darajada yopilishingizga yo'l qo'yib bermasligimiz kerak. Mana shu jamoani qo'llab-quvvatlashimiz kerak va bizning ham fikrimizni eshitmay qo'yadigan darajada yopilishingizga yo'l qo'yib bermasligimiz kerak. Va Parda podkast ham jiddiylashish kerak. Chunki bu men shunday niyat qilamanki, uzoq muddatli nimani ko'zlagan. Feministka deganlari bor. Faqat ayollarning huquqini tevaga ko'taradigan, xullas shunaqa ayniganlar. O'sha feministka chiqib shikoyat qilyapti. Ularda qonuniga ko'ra bir odam borib turib sudga murojaat qilsa, meni bundan keyin xotin kishi deylar deb turib murojaat qilsa, sud yechim chiqarib berar ekan. Bu xotin kishida pasport berar ekan. Lekilatmang boshingizni, bu fakt bu. Bu gumon, taxmin emas, bu bo'layotgan ish. Endi hali feminist qiz aytayapti. Endi qarang deydi, uni qo'lida deydi, xotin kishi degan pasporti bor deydi. Endi ayollarning sportiga kirishga haqqi bormi, yo'qmi deyapti. Yo'q desa, uni huquq poymol bo'lyapti. Bor, pasportida ayol kishi deyapti. Endi qatnashish mumkin desa, ayol boksyor bilan erkak boksyor tasavvur qilib ko'ring. Ha, uni beragida o'sha erkak kishini quvvati turibdi-yu, u urib qo'yadi-yu xotin kishini. Ko'ryapsizmi? Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi ham, baxtsiz ham bo'lmaydi deyapti. Havas qilmanglar g'arbda. Ishlab, pul topib, tijorat yurgizishlik bir narsa u yurtlarda, lekin qolib ketib yashashlik bo'pshin boshqa narsa.
Endi ayol kishi degan pasportni olgan boyaga erkak sifat ayollarni dushiga kirishi mumkinmi deyapti. Boshiga torsa oyog'i ochilib qolyapti, qonuni bilan oyog'ini yopsa boshi ochilib qolyapti. Nimaga bular shunaqa bo'lib ketdi? Yaqinda bittasi Avstraliyada bo'lgan chempionatda shtangiz xotin kishi degan pasportni olibdi, xotinlarga yetkazib qo'ydi. Birinchi o'rinda ola olmadi. Sharmandalikni qarang. O'zi biz uchun sharmandalikda u xotin kishi degan pasportni olgani. Xotinlar yutib qo'yishdi. O'la. Birodarlar, bitta oyatga ozgina bir izoh beryapmiz. Faman tabiya hudaya fala yadillu va la yashqa. Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi ham, baxtsiz ham bo'lmaydi. Bular baxtsiz bo'ldi, chunki adashib ketdi. Nima uchun adashib ketdi? Hidoyatdan yuz o'girdi. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo aytayapti, kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi ham, baxtsiz ham bo'lmaydi. Kim u erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, savob amal qilsa, biz unga pokiza hayotni beramiz deyapti. Shuning uchun g'arbni o'ziga qibla qilib olgan, faqat shu dunyoda yashab qolishida g'am qilayotgan odam ozgina o'ylab ko'rsin. Mana shu tomoni ham bor.